Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun 28-iyun sanasi. Ya'ni To'rtko'l tumani Beruniy ko'chasi, ya'ni avvalgi Zavoskoy. Zavoskoy ko'chada ta'mirlash ishlari bo'lib turibdi. Bilsanglar, Minsaxona oldidan kelib Zavoskoy Navoiy Zavoskoy deb ataladi, svetofor. Shundan svetofordan ilik hozir shuni baq taraflarini remont etib turibdilar. Xudo qalasa shu bo'lib remont etib qo'ydilar astan. Hozir beracha bo'ldi, keyin xudo qalasa Ulug'baq pоворotgacha bo'lib, keyin Vishkenteynacha shunday bir planlari bor ekan xudo qalasa. Ya'ni shu Minsaxona oldidan chiq ta'kidlashib etib bo'lsa, xudo qalasa bellar ham shunday bo'laman deb turibdi. Shunday o'zgarishlar bo'laverdi Layim To'rtko'limizda. Bu tasodiq xodimlardan yana bir narsa iltimos etib qolar edik. İlishni, yo'llar ham juda achinarli ahvolda. Xudo qalasa shaxtlar ham bir e'tibor qaratsanglar, yaxshi bo'lar edi. Yurtdoshlar qo'ldan kelgancha sara bir To'rtko'l yangiliklar, shu avvalgi ko'na asfaltlarni qo'porib, shebin tashab, как положение etib zaytatalar endi Navoiy Zavoskoy. Başlag'anlarına bir 10 gündən o'tdi. Xudo qalasa ishlar qizg'in darajada bo'lib turibdi To'rtko'limizda. O'zgarishlar xudo qalasa katta. Shebinni qalinligi ajoyib lekin. Xudo qalasa shu avvalgidek bir yani yo'llardan nelerimiz asfalt bo'lgandan keyin bunday bo'lib qolmaydidan niyatdamiz. Hozir texnazorlar ham yo'lni primatadorlar ham dum e'tiborini kuchaytirdi. Bular yine ko'na asfaltda bular. Ko'na asfalt, ariq taraf niyatda ko'na asfalt. Deti bu 20 santimetreden köp olsa gerek bu şebinler hozir. Yayılib turgan şebinleri 20 santimetreden köp olsa gerek. Yurtdoshlar, kanallarımıza abone olup bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.